Chilonzor tumanidan 9 qavatli binoni pastki qavatidan uy so'ragan xaridorlarimiz uchun Chilonzor tumani shundoq Zarhal to'yxonasining orqa tarafida 9 qavatli binoni 5-qavatidan 2 xonali umumiy kvadrat maydoni 64 kvadrat bo'lgan xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Uyimizning lokatsiyasini ko'rib turganinglardek o'zining shaxsiy parkovkasi bor. Bolalar bog'chasi shundoq yonida. 200 metr, 150 metr uzoqlikda korzinka, havas magazinlari joylashgan. Uyimizning planirovkasi bilan uyni ichkarisida tanishamiz. Uyimizga ham kirib oldik. Uyimizga kirish qismimiz mana shunaqa chiroyli keng hol kutib oladi. Uyga to'g'ridan kirishimizda uyimizning zal qismi. Ko'rasizlar, stullarni chiroyli qilib remontlarini bir ajoyib qilib qo'yishgan. Chapga yuradigan bo'lsak, kattalar yotoqxonasi. Uyimizdagi hamma mebel texnika jihozlari qoladigan. Uyimizning alohida hammomi va o'zini alohida hojatxonasi. To'g'ri yuradigan bo'lsak, kengina oshxonamiz. Uyimizning umumiy maydoni 64 kvadrat tashkil qiladi. Xo'p, bunaqa joydan, bunaqa lokatsiyadan, bunaqa narxga uy topish oson emas. Uy egalari bilan kelishgan holda uyimizga 78 ming narx belgiladik. Sunnatiga o't beradigan joy bor. Uy egalari bilan kelishsanglar bo'ladi. Kimga to'liq batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqamiz.